Bu video rekka chiqadimi yo'q, men bu videoni kanalimdan o'chirmayman, ya'ni bu video kanalim davomida qoladi. Agar gaplarimni hurmat qilib, videoni oxirigacha ko'rsangiz juda ham xursand bo'lardim. Misol uchun, men o'zimning harakatim va sizlarni poddeshkalar orqali hozirda 8000 ta obunachiga erishdim. Aytmoqchi bo'lgan gapim, hech kimga hype qilmadim, hech kimdan yordam so'ramadim, hech kimga viziv tashamadim, hech qanaqangi hypesiz o'zimning o'yinlarim va o'zimning prikolniy videolarim orqali sizlar menga obuna bosib, meni poddeshka qilib keldinglar. O'shaning uchun aytmoqchiman, yaqinda meni Instagram kanalimga qanaqangidir shadowban nimadir keldi. Ya'ni promo efirimga oldinlari misol uchun ko'p odam kirardi. O'sha odamlar orqali men videolarimni eslatardim. Hozir video qo'ysam, promo yoqib odam podpishchilarimga aytmoqchi bo'lsam, meni promoyimga hech kim kirmoqdi. O'shaning uchun sizlardan maksimal poddeshka so'rab qolaman. Sizlardan hech qanaqangi pul so'ramayman. Menga bir dona obuna bosib, shu videomga like bosib qo'ysalar, juda ham katta menga motivatsiya bo'lardi. Mana shu oyda oxirigacha 10 ta bo'lishga harakat qilaman. Sizlarni poddeshkalar orqali xudo xohlasa 10 ta bo'lamiz.